Biz qo'mitamizga 2025-yilda juda ko'plab murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlar ko'proq sog'liqni saqlash hamda kambag'allik va bandlik vazirligiga tegishli. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi administratsiya qoshidagi ijtimoiy agentliklarga. Qo'mitamizga yil davomida 511 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, bundan tashqari har bitta deputatimizga o'ziga to'g'ridan-to'g'ri o'zlari saylangan hududlardan murojaatlar kelib tushadi. Ushbu murojaatlarni qo'shib tahlil qilganimizda biz qo'mitamizga 1000 dan ortiq fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqildi. Bu murojaatlarda bilamizki, hammasini tagida inson taqdiri turibdi. Murojaatlarni tahlil qilganimizda ko'proq uy-joy masalasi yoki bo'lmasam ishdan noqonuniy yoki nohaqdan chetlatilganligi, bundan tashqari masalan ularga dori-darmon masalalari, shunday ko'proq murojaatlar kelib tushibdi. Ayniqsa bizga kelgan murojaatlar, qo'mitaga kelgan murojaatlar 1 yo 2, undan 3, ya'ni takror kelsa, albatta biz ushbu murojaatlarga alohida ishchi guruhlar tuzilib, bunga tegishli vazirliklarda yoki agentliklar birgalikda joylarga chiqib, joylarda o'rgandik. Joylarda o'rganishimiz natijasida albatta bu yerda mana shu tushgan murojaatlarni biz yil davomida 93% ijobiy bajarilishdan ta'minlandi. Murojaatdan kelib chiqib, deputatlarimiz joyiga borib o'rganishlar natijasida 11 ta deputatlik so'rovnomalari chiqarildi. 11 ta chiqarilgan deputatlik so'rovnomalarga hammasiga to'liq ma'lumotlar hamda javoblar olindi. Hamda parlament eshituvlari bo'ldi, hukumat soatlariga qo'yildi va tegishli vazirliklar kelib o'zlarining hisobotlarini berdi.